Agar yoqmayotgan bo'lsa qizim ketdik bizdan. Ya uchrashuvga dugona bilan keladi, dadangni nima olib kelasan? Yo'q, dadam o'zi yaxshi odam. Shunaqa yosh bola odatlari bor ozgina. Ketdikmi? Ya qayerga ketasiz? Men sizga cho'chumuchu. To'yinaversin. Shu dadangni uyiga quflab ustidan keyin chiqsang bo'lmasmi? Uyda bitta o'zi qilgani qo'rqadi. Men u kachalar uchib kelib ketdik qizim. Qayerga ketasiz? Ha, men sizga pul olib qo'ydim-ku. Mana kachelik uchun. Rustammi? Ha. Rahmat kuyov. Sog' bo'ling. Mana bu chipachib ko'rib, mana buni ko'rmay yosh bachaga o'xshatmang. O'zi abid qilamiz. Nima yeysan? Hech narsa yemaymman. Yow, ikov, ikkita erkak abid qilamiz. Давай. Ikkita erkak gaplashamiz dedim shunga. Voy. Ya, qizingizni olib kelaman deyman. Ha. Az kelaman. Pupsikcha. Ketdik, dadang qarab, odam to'plab nima qilas, ketdik. Bular jiyalari. Bularga maruz bo'l bering. Kim olib keldi bular? Men. O'zingiz bo'lmasam marojni olib bering. Yo, bo'lmasa biz ketdik qizim. Yo, sizlar qolinglar. Men ketaman. To'ychi. To'yatmen. Ibi bitta maruz bo'l bering. Pashol.